Assalomu alaykum. Efirda Nazar dasturi. Studiyada men Davron Nasibxonov. Bu dasturimiz orqali o'tib borayotgan haftaning muhim xabarlariga birgalikda nazar tashlaymiz. Bugungi dasturimizda diniy ekstremizm bo'yicha sudlangan odamlarni qamoqda alohida ushlash taklif qilinmoqda. Идейный террорист bo'lsa, ular o'zining isharasini tashlashmaydi. Sud tizimini, huquq organlarini isloh qilish zarur. O'shda qurilayotgan 9 qavatli uydan bir quruvchi qulab tushdi. Kasalxonaga yetmay vafot etdi. Mening o'yimcha boshimdan tushib o'shal yerda yutib ketganlar bo'lishi mumkin. Jallovod shahridagi sotuvchilar ijtimoiy to'lovlarni qimmatlagani sabab norozilik bildirib chiqishdi. 2 yil ichi хотя бы krizis uchurunda bizga soliqni azaytib beringizlar deb so'ranamiz. Batkenlik bog'bonlar o'rikni sovuqdan saqlash uchun maxsus dori qo'llashmoqda. Hozir buni fermerlarni cho'g'iltib, bugungi kunda birinchi eksperiment qilib o'tamiz. Dasturimizni boshlaymiz. Diniy ekstremizm bo'yicha sudlangan odamlarni qamoqda alohida ushlash taklif qilinmoqda. Jazo o'tash xizmatining bildirishicha, terrorizm bo'yicha qo'lga olinganlar qamoqda ham targ'ibot ishlarini olib borishga imkoni bo'lganligi sababli ommaviy tartibga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ayrim huquqni himoya qiluvchilar bu tashabbusni amalga oshirish bilan ekstremistik harakatlarning oldini olish mumkin emasligini aytishmoqda. Bundan tashqari, ularni alohida ushlab turishga ham sharoit yaratilmagan. Agar bu tashabbus qo'llansa, buning ijobiy bir natijasi bo'ladimi? Muxbirimiz lavhasida ko'ring. Qirg'izistonning jazoni amalga oshirish idoralarida ekstremizm bo'yicha sudlanganlarni boshqalar bilan birga ushlashadi. Shu sabab terror bo'yicha sudlanganlar qamoqda targ'ibot ishlarini olib borishiga sharoit yaratilmoqda degan fikrlar aytiladi. Jazoni amalga oshirish xizmatidan bildirilishlaricha, qamoqlarda bo'lgan so'nggi voqealar sabab diniy ekstremizm va terrorchilik jinoyatlari bo'yicha sudlanganlarni qamoqda alohida ushlash zaruriyati paydo bo'lmoqda. Экстремизм жана террордук кылмыштар боюнча соттолгон адамдардын саны жылдан жылга көбөйүп баратат. Алар азыр башкалары менен бирге кармалып келет. Андай адамдардын башкаларды үгүттөө мүмкүнчүлүгү болгондуктан жалпы тартипке терс таасирин тийгизүүдө. Ошондон улам аларды өзүнчө кармоо демилгеси сунушталууда. Ayni damda ekstremizm va terrorchilik jinoyatlari bo'yicha sudlangan kishilarni alohida ushlash shartlari va maxsus joylar bilan ta'minlash masalalari ham bor ekanligi aytilmoqda. Oqlovchi Nazgul Suyunbayevaning fikricha, terrorizm bilan sudlanganlarni qamoqda alohida ushlash natija bermaydi. Алар отдельно отуравы же чогуу отуравы же бөлүнүп отуравы алар чыгат. Чыккандан кийин дагы эле ошол иш чарасын алып барат. Ошол себептен мен буну эффективдүү деп эсептейм да. Көпчүлүк убакта эми соттолгон адамдар именно алар идейный террорист болсо, алар өзүнүн ишарасын ташташпайт. Jazoni amalga oshirish xizmati qamoq joylarini ekstremizm va terrorchilik jinoyatlari bo'yicha sudlangan kishilarni alohida ushlashga loyiqlashtirish uchun davlatdan mablag' ajratilganligi bildirildi. 2016-yilda 2, 2017-yilda yana 2 qamoqxonani qurish rejalashtirilmoqda. Ayni damda Qirg'iziston Respublikasining jazoni amalga oshirish moddasiga o'zgarishlarni kirgizish haqidagi qonun loyihasining konsepsiyasi ikkinchi o'qishga ovoz berishga jo'natildi. Madina Ulug'bek-qizi Ajina Do'stinbetova va Munar Arzibek o'g'li Intimaq. Mavzuni davom ettiramiz. O'lkada sud tizimini, huquq organlarini isloh qilish zarur. Bu fikrni Qirg'iziston haqiqatchisi Qubat O'tarbayev o'tayotgan haftada O'shdagi qamoqxonalarning sharoiti bilan tanishish paytida bildirdi. Tekshiruv xulosasida jazo o'tash koloniyalarining sharoiti o'rta deb baholandi. Biroq qamoqdagilarning ko'pchiligi tergovga va sud faoliyatiga norozilik bildirishmoqda. Panjara ortidagilar haqida navbatdagi lavhada ko'ring. Siz ko'rib turganingiz jazoni amalga oshirish davlat xizmatining O'shdagi 25-mahkamasi. Hozirda u yerda 467 nafar kishi bor. Qamoqda ushlanganlar va ularga yaratilgan sharoitlar bilan bugun Qirg'izistonning ombudsmeni birinchi marotaba tanishib chiqdi. Norma saqlanganmi bunda? Пространство. Yo'q. Misol boshqa yoqqa o'tirsa bo'lish, yerda o'rin bile barkan o'rni.
Qamoqdagilar ombudsmenga noroziliklarini aytishi uchun imkoniyat yaratildi. Ularning so'zlariga ko'ra, qamoqdagi sharoit qoniqarli, lekin ko'pchiligi bu yerga sudning noqonuniy qarori bilan kelib qolganligini aytib norozi bo'lishdi. Saat 3'ga çeyin sırası girgizip sırası qamashdi. Ertamenki saat 10'da varmadı, 10:30'da. Kechgacha varmab, kechinde meni sırası tunni menga girgizib qayra bir kunda qayra qarab turib, ertasi bu yoshlik bolalarım var, uyda açıq oturishadi. Men shafni kelib, men vaqt berildi, to'lab beraymi? Oldinda qarazim. 64 ming so'm girgizib qo'ydi. Temir olganim, stroy materiallar dedi. Hech men vaqt berishgan yo'q-da. Bolalarım qarashsiz qoldim men. Al to'ra. Endi sizni tushunyapman. Эми бул жерде иштер ар кандай да, мисалы тергөөчүлөргө нааразы болгон тараптар бар. Аны биз ошо тергөөчүлөр менен иштейбиз. Экинчиси болсо бул эми сотторго нааразычылыктар болуп атат. Мисалы ошо сотторго байланыштуу ар бир нерселерди, ошо ар бир ишти өзүнчө карап көрүүгө аракет кылабыз да. O'sh shahar sud xizmati xodimlarining almashganligi ham katta muammolarga sabab bo'lganligi aytildi. Sud jarayoni jildirilishi sabab 1 yildan beri qamoqda ushlanganlar ham bor. Endi yangi saylangan sudyalar ularning ishi bilan boshidan tanishib chiqishi kerak. Shu sabab sud qarorini kutayotganlar xavotirlanishmoqda. 2 yildan beri o'tiraman. Hozir qayra jangi sud kelib, protsessni qayra boshladim. Men daha 8 oy o'tiraman deb o'ylayman. Qanday bo'ladi shu joy? 8 oy jo'na-jo'na. Тиги соттук аягына чыгарбай кетип калган. Кайра жаңы башталат да келип алып тиги сот. Жаңы баштан апачек көрүшүлөр мен 8 ай башталган. Келбейт. Мен 15 жол процесске эмеге чыктым, отложка болуп. 3 балам бар, 2 балдарым бар. Men qilgan narsani mo'yinma olyapman, qarasha. Meni bu yoqqa qamoqqa tushsam kim to'lab beradi? Men to'lab beraman ota. Men hech raspiska bilan men urdab olgan jo'qman. Raspiska bilan поджалоб bilan договор bilan olgan. Эми бул өтө оор маселелердин бири, мына ошол кылмыш процессуалдык кодексте дагы каралган эң оор иштерди 2 айдын ичинде бүтүрсүн деген да. Бирок практикада эч убакта андай болбой атат да. Мына өкүм чыгайын деп атканда соттор алмашып кетип, жаңы судья келип, кайрадан ишти баштап, анан кайра мына 7-8 айлап жаткандар бар да. Мунун өзү да туура эмес да. Ошондуктан бул жактан да жана процессуалдык нормаларга айрым өзгөртүүлөрдү киргизиш керек деген ойдобуз да. Qamoqdagilar muddatidan avval ozodlikka chiqarish borasida ham so'rashdi. Haqiqatchi mustaqillikning 25 yilligi munosabati bilan muddatidan avval ozod qilinishi mumkin ekanligini bildirdi. Ta'kidlab o'tsak, jazoni amalga oshirish xizmatining O'shdagi 25-mahkamasidagi 467 nafar kishining 5 nafari o'smir, 29 nafari ayol, 37 nafari bir umrga ozodlikdan mahrum etilgan. O'shda qurilayotgan 9 qavatli uyning quruvchilaridan biri ish paytida qulab tushdi. Afsuski, kasalxonaga yetmay vafot etdi. Marhum quruvchi Qorasuv rayonining 40 yoshdagi fuqarosi bo'lgan. Yangi qurilayotgan binoning 6-qavatida ish ketayotgan edi. Marhumning yaqinlari ekspertiza o'tkazishga qarshi bo'lishdi. Hozirda bu ish militsiya nazoratida. Qurilishda texnik xavfsizlik qoidalari saqlanmaganmidi? Mavzuni muxbirimiz o'rganib qaytgan. 3-mart kuni O'sh shahar kasalxonasida qurilishda ishlagan ishchining jonsiz tanasi olib kelingan. 40 yoshdagi Nurlan Qubatov boshidan og'ir jarohat olganligi aniqlanib, shifokorlar uning hayotini saqlab qolisha olmagan. Биздин көргөнүбүздө анын баш сөөгү көрүнүп калган эле. Ошол териси айрылып, менин оюмча баш менен түшүп ошол жерде эле мүрт кеткен дагы болушу мүмкүн. Shifokorlar jasadni sud tibbiy ekspertizaga topshirishgan. Mazkur mahkama mutaxassislarining so'zlariga ko'ra, marhumning yaqinlari ekspertiza olib borishga qarshi bo'lishgan. Ish vaqtida vafot etgan Nurlan Qubatov mazkur binoning 6-qavatidan qulab tushgan. 9 qavatdan iborat bino qurilishini Sombay Group kompaniyasi olib borgan. Mazkur ishxona xodimlari bo'lgan voqeadan bexabar ekanliklarini aytib, binoga yaqin yo'latishmadi. Hozirda mazkur ish militsiya nazoratida, tergov ishlari olib borilmoqda. Mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, qurilish ishlarini olib borgan kompaniya ishchilarining texnik xavfsizligini ta'minlab, nazorat qilib turish kerak. Shuningdek, bu borada sharoitlarni ham yaratib berish kerak. Эми чындап ачык керек, мына Союз убагында чоң бөлүм болчу, алар келбезил дейт эле. Андан тышкары профсоюз уюмдарда
teknikal gözömöldөгөн uyum bular gözömдөт. Эгерде çoğun bir 2 же 3 adamdan aşıp ketken ölümgө barabar болгондордон да Moskvaga чейин барып туруп изилдеп анан такталат да. Mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, bugungi kunda xususiy qurilishlar ko'pligi sabab tegishli xizmat xodimlari to'g'ridan-to'g'ri nazorat qilishiga imkoniyat yo'q. Shu sabab texnik xavfsizliklarga yaxshi e'tibor qaratilmayapti. Majina Ulug'bek, Ajina Do'stinbetova, Munar Arzibek o'g'li, Intimaq. Qoidaga ko'ra, quruvchilarning xavfsizligiga qurilish shirkati mas'ul. Agar ishchi talabni bajarmagan bo'lsa ham, rahbariyat ish kiyimisiz yoki xavfsizlik kamarisiz ishlashga ruxsat bergani uchun javobgar bo'ladi. Quruvchilar ish mobaynida qanday qoidalarga amal qilish kerak? Bu mavzuda mutaxassis bilan o'tkazilgan suhbatni e'tiboringizga havola qilamiz. Qurilish obyektisinin bayağı stroygen plan, bayağı generalдык plan, stroygen planda oşol bayağı girgen transporttun жүргөн жолдорунан beri көрсөтүлөт. Ал жерде. Oşol boyunca aşol jerde объекттин картасы, объект өзүнчө толугу менен баягы аймак, аянт тосулуш керек. Ошо жогоруда сиз айткан эрежелерди сактоо үчүн аны ким көзөмөлдөш керек жана кандай шарттар түзүлүш керек да ушу жумушчуларга? Тосмолор кетет, ал тосмолор тосулуш керек. Бийик кабаттарга чыкканда тосмолор тосулуп, жумушчулар ошол коопсуздугу айырды камсыздалыш керек да. Ошо көп кабаттуу курулуштарда иш жүрүп жатканда баягы жумушчу кандай эрежелер сакташ керек жана алардын формалары кандай болуш керек өзү? Сөзсүз түрдө ошол курулушка тиешелүү байланыштуу баягы спецовка деп коет, баягы атайын кийимдерди кийиш керек. Баягы кийимдеринен бери бут кийимдери, баш кийимдери, каска. Андан тышкары жумуш аткарууга кетүүчү бүт колунда инструменттер болуш керек. Qorasuv rayonining Sharqishloq hukumatidagi nomer 125 Bobolashkar maktabida o'quvchilar 3 smena bilan o'qishadi. Bu haqda ota-onalar aytib chiqishdi. O'quvchilarning soni ko'paygani sababli o'quv sinflarining yetishmasligi bois maktab rahbariyati shunday qadamga borganini bildirdi. Bu orada ota-onalar o'quvchilarning 3 smenada o'qishga qiynalishayotganini aytib norozi bo'lishmoqda. Maktabdagi muammolar to'g'risida muxbirimiz bayon qiladi. 5-Bobolashkar o'rta maktabining o'quvchilari 1 yildan buyon 3 smena bilan o'qishadi. Ota-onalar bunday vaziyat o'quvchilar uchun noqulay ekanligini aytib norozi bo'lishgan, lekin maktab rahbariyatidan qo'rqishdimi, intervyu berishdan bosh tortishdi. Maktab rahbariyati esa o'quvchilar 3 smena bilan ta'lim olayotganligini tasvirga olishga ruxsat bermay berkitishga harakat qilishdi. O'shani tortib bersiniz, operator kirib. Жақшына жағын алғыла. Если чо, keyin qapalashib жүрмөлүк, а? Nega de? Nima? Nega ugroza qilasiz? Yo'q, ugroza qilmaydi. Men ugroza qilganda boshqacha bo'ladi-da. Qanday bo'ladi? Men o'zim. Tegishli xizmatlarni o'rtaga solish yo'li bilan nihoyat maktabdagi ta'lim berish jarayonini tasvirga olishga ruxsat oldik. Shunday bo'lsa ham maktab direktori o'quvchilardan intervyu olishga imkoniyat bermadi. Reglamentda o'quv jarayoni 2 smena bilan olib boriladi deb yozilgani bilan aslida 3 smena ekanligida maktab rahbari ham tan oldi. Uning so'zlariga ko'ra, bunday bo'lishga joriy yilda boshlang'ich sinf o'quvchilari ko'p qabul qilinganligi sabab bo'lgan. Айыл жақ екенбіз, айыл жақта оқушылар көбейіп кеткендігіне байланыштуу мектеп 3 сменаға айландырылды. Быйыл эле. Атак өткөн жылда бизде 16 класс комплект болуп, жетиштүү болчу эле мектепте класстарыбыз. Быйыл 19 класс комплект, 18 эле класс комплект, бирок 0 класс келип дагы кошулуп туруп, ошого байланыштуу 3 сменага айландырылды. Mazkur maktabda 300 dan ortiq bola ta'lim oladi. Ular uchun 2 o'quv binosida 8 xona bor. Sharqishloq hukumatining yordami bilan yana 2 sinf xonasining qurilishi olib borilmoqda. Qurilish yakunlansa o'quvchilar uchun biroz yengillik yuzaga keladi. Мектеп 1 класс бөлмөсүнө сураныш сурадык эле. Потому что бул алдын эле эсепке алынган болчу эле класс бөлмөлөрүбүз азайып, жетишсиз болгондугунан, анан класс окуучулар саны көбөйүп кетип аткандыгына байланыштуу айыл өкмөт менен байланышып туруп, бир кошумча класс бөлмөсүнө жардам сурадык эле. Азыр көрүп турасыздар, 1 класс бөлмөсү курулуп жатат.
Qorasuv tuman bilim berish boshqarmasining bu borada xabari bor. Ayni damda o'quvchilar uchun bundan boshqa chora yo'q. Boshqarmalik rahbarining so'zlariga ko'ra, Bobolashkar o'rta maktabidan o'quvchilar 3 smena bilan ta'lim olishi ularning bilim sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatmagan. Maktabdan помещение o'quvchilarning sonini ko'payganlikdan patsmentka qilib, 3 smenada o'qib tarbiyalash yurib, bunday o'qib tarbiyalash yurishini yo'l to'g'ri olmaydi. Bunday maktablar böyle şu 125. mektebimiz başka mekteplerde de şart ko'rgan şo'rsun. O'qib yurishimiz so'tas. Qorasuv tumanida 3 smena bilan bilim berayotgan boshqa maktablar ham bor ekanligini tuman bilim berish boshqarmasidan bildirishdi. Ular 60 yillik Lenin va Jo'sh qishloq hukumatidagi maktablar. Ularga qo'shimcha binolarni qurish masalasi o'z yechimini topmagan. Jallobod shahridagi sotuvchilar ijtimoiy to'lovlarni qimmatlagani sabab norozilik bildirib chiqishdi. Ular soliqlarga bo'lgan to'lovlarni ozaytirishni talab qilishgan. Sababi yuqori summadagi to'lovlarni to'lash ular uchun qiyin bo'lmoqda. Soliq xizmatining xodimlari esa mazkur masalani qonun doirasida qarab berishni va'da qilishmoqda. Sotuvchilarning noroziliklari haqida navbatdagi ko'rsatuvimizda ko'ring. 2 yil ichi хотя бы кризис uchurunda bizga soliqni azaytib beringizlar bari so'ranamiz. Bozorda savdo sust bo'layotgan vaqtda ijtimoiy to'lovlarni to'kish sotuvchilar uchun qiyin bo'lmoqda. Shu sababli ular ijtimoiy fond boshqarmasiga to'lovlarni kamaytirib berish talabini qo'yishmoqda. Bugungi kunda savdo nachar. Buna 3 oylab hech qanday savdo bo'lgan yo'q. Bular ko'tarib yotadi, el qiynaldi. Elning 90% kreditda o'tirishadi. Kreditini to'lay olmay, arendasini to'lay olmay, bugun qiynalib yotgan кезде bularning soliq siyosati to'g'ri emas yurgizib atganini mana o'zinglar ko'rib turasizlar. El norozi. El norozi bo'lib, kelib o'zining go'y-go'yini aytayın deb to'polgan uchuru. Norozi tomon bilan ijtimoiy fond boshqarmasining rahbariyati uchrashdi. Ular soliq turlarini kamaytirib berishni muhokama qilishdi. Ayrimlari ixtiyoriy patent orqali qolsin desa, ayrimlari esa guvohnoma bilan to'lovni amalga oshirishni ma'qullashdi. Yaxshi foyda topsak shu yerga kelaveramiz. Yo'q, ma'qul aytib qo'ying. O'sha xizmatlash qildi. Sizlar xizmatga to'lab qo'ydilar. Ayrimlarga chiqmaydi o'sha. Boltranda butun respublika bo'yicha o'tkazilganda bordi. Negizinde alındılar, o şoğun nizam. Nega arendada to'lovdasizlar danasini? 10 chiqmaysizlar o'zi. Soliqni bular o'tgan yili 2 barobar ko'targan. Endi hozirdaga 2 barobar ko'tarayotgan ko'taramiz degandan el norozi bo'lib kelib o'tiradi. Norozi sotuvchilarning arizalari yaqin kunlarda ko'rib chiqiladigan bo'ldi. Buning uchun tegishli mutaxassislardan tuzilgan komissiya masalani o'rganib chiqib, qonun doirasida chora ko'radi. Endi bu so'z to'lamlari kelajakda o'zlarining pensiyasi bo'ladi. Qariliq kelganda o'zini qariliq kelguncha o'zini qamsыздандырыш kerak. Agar shuni o'zingiz o'zi qamsыздандырып ay sayin to'lab tursangiz, ay sayin staj, yil to'lasangiz yillik staj ketadi tag'in. O'sha odamlar kelajakda pensiya yoshuna kelganda, o'sha kerakli staj to'liq bo'lsa, ayollarga 20 yil, erkaklarga 25 yil to'liq bo'lsa, shular kelajakda yaxshi pensiyamiz qamsi qilib beramiz deb men o'sha barini tushuntirib berdim. Ta'kidlab o'tsak, o'lkada sug'urta to'lovlari o'tgan yili 1% ga qimmatlagan. Bu vaqtgacha tadbirkorlar o'rtacha ish haqidan 2%, konteyner ishlatganlar esa 5% dan to'lashgan. Sug'urta to'lovlarining o'sishi 2024-yilgacha davom. Ayni damda daraxtlarning 70% kurtakladi. Bog'bonlar esa daraxtlar gullaganda qor yog'ib qo'ymasin degan umidda. Ob-havo qanday bo'lish to'g'risida xavotir olgan dehqonlar daraxtlarni sovuqdan saqlovchi dori qo'llash arafasida. Bu usulni asosan daromadi o'rikdan bo'lgan batkelliklar qo'llashmoqda. Sababi o'tgan yili o'rikning teng yarmini ushuk urib ketgan. Bu yilgi dorilash ishidan yaxshi natija kutgan bog'bonlar haqida navbatdagi lavhada. O'tgan yilda bahor mavsumi boshidan havo harorati keskin pastlab, kurtak ochgan daraxtlarga ziyon keltirgan. Botken viloyatining asosiy daromad manbasi bo'lgan o'rik bog'lari meva bermagan. Umumiy miqdori 5 milliard so'mgacha ziyon bo'lgan. Bu safar ham o'tgan vaziyat takrorlanmasligi uchun bog'bonlar koreyaliklar taklif qilgan sovuqdan saqlovchi vositani sinovdan o'tkazish arafasida. 500 litr suvga qo'shilayotgandan sevilayotgan. Sevilgandan keyin bu kuch-quvvat berayotgandan daraxtga anan jana kelgan sovuqdan saqlay turgan o'rischa aytganda effekt berayotganda. Mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, qo'llaniluvchi vosita daraxtlarni sovuqdan saqlash bilan birga sifatli va ekologik tomondan toza meva olishga sharoit yaratadi. Mevaning sifati yaxshi bo'lsa, mahalliy bog'bonlar o'riklarni Koreyaga eksport qilish imkoniyati paydo bo'ladi. Kuzunda dekabrda chishab turgan quruq dori berishdi. Ondan sirtqari shu bichira olgan mezgilda chishab turgan suyuq dori berishdi. Shuni chaqib ko'rgili
эгерде жакшы жыйынтык бере турган болсо, биз ушуну Баткенге апарып таркатып туруп, анан ушу Баткендин өрүгүн ушундай экологиялык таза ширин азыкты биз Кореяга алып келели деген максатта сүйлөштүк. Ушуну азыр мына фермерлерди чогултуп, бүгүнкү күнү биринчи эксперимент кылып атабыз буюрса. Эгерде ушул башка өрүктөргө караганда салыштырмалуу ушул дарылар чачылган өрүктөр жакшы сууктан сакталып, жакшы түшүм бере турган болсо, кийинки жылы кореецтер өздөрү келип иштетип берсе. Bugungi kunda bog'bonlar o'rik bog'lardan olingan mahsulotlarni bozor sharoitida eng qimmati 400-500 so'mgacha qo'shni Tojikiston davlatiga sotishmoqda. Mazkur narxlarni yanada qimmatlatish va barqaror narxni belgilash uchun Botken ozuqalari assotsiatsiyasining vakillari bog'bonlar bilan o'zaro so'zlashuvlarni olib borishmoqda. Стандартный өзі жеткізіп қойып қойған болсақ, Баткенде эле туруп алып туруп тажик туугандар келсе, биз бир наркты коюп алсак, базардын наркы түшпөйт эле. Азыр бардыгы дыйканды өрүккө күздө канчадан сатамын деген ой бар. Негизги биз азыр бир наркты койдуртуп, баарыбыз биригип алсак, базарда бир нарк койсок болот да. Элем шого карап туруп, кийин багыны жакшыраак неме кылат. Botken viloyatida jami 10 ming gektarga yaqin o'rik bog'lari bor. Unda o'rikning 20 ga yaqin navlari o'stiriladi. Bir yillik umumiy miqdori 8 milliard so'mdan oshadi. Madina Ulug'bek qizi Qamchibek Xo'jayev, Jirg'al Abdujalil o'g'li, Intimaq. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. Keyingi dasturimizda yaxshi xabarlar bilan uchrashguncha omon bo'ling.